Demak, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari 01T777 KB avtotransport vositasi to'xtatildi. Ijtimoiy faol, ham aktyor, ham rejissyor. Joyda. Komandir, nima holat bo'ladi? Hurmatli haydovchi Ahad akani Shahrisabz ko'chasida to'xtatdim hujjatdan tekshirish maqsadida. Hamma yo'llar joyida, hujjatlari joyida. Tushunarli. Ahad aka, charchamayapsizmi? Savollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ahad aka, hozir mana ko'rib turibsiz, soat chamasi 1 bo'lmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari sizni to'xtatdi, hujjatlaringizni tekshirdi, joyida ekan. Hozirgi mana yoshlarga nima maslahat bergan bo'lasiz? Bir shaxsiy fikringiz. O'pkani bosib yurish kerak. Endi o'lim holatlari ham bo'lgan ekan. Bu yaxshi emas, lekin mana shu akalar nazoratga olib tursa yaxshi bo'lardi. Chunki oxirgi kunlarda 25-may kunlari o'lim holatlari ham o'tib yaxshi emas. Bu misol uchun haydovchi sifatida ham bir inson sifatida ham odam juda yomon. Nima deydi? Yosh bolalarda baribir ota-onalarimiz bermasa mashinalarni yaxshi bo'lardi. Chunki baribir hujjat yo'q-da baribir. Chunki qonun nimalariga ham, misol uchun idoralariga ham baribir. Poytaxtimizda kuchaytirilgan reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda ayni paytda. Yo'q, zo'r, chunki Shu reyd tadbirlari kerak deb o'ylaysizmi o'zingiz shaxsiy? Yo'q, kerak, chunki signal chalishlar, baqir-chaqirlar, ko'chada mana shunaqa narsa deyarli yo'qolib ketdi-da. Shuni hisobdan deb o'ylayman. Oxirgi 1 oy, 1,5 oyda misol uchun ayniqsa markazda vaziyat zo'r. O'zimiz mana ijodkor sifatida ham, mana yoshlar ham misol uchun yaxshi bir qulayroq yurishga, kechki payt ayniqsa yurishga baqir-chaqir, qiy-chuv shunaqa narsalar kamayib, ancha yo'qoldi ham menimcha, ko'rmayapman. Rahmat sizlarga aka. Tushunarli. Rahmat. Oqyor. Gap yo'q aka. Yaxshi to'lanadi aka. Charchamang hozir.